Yil 12 oy yam-yashil turadigan archalar, gullar, daraxtlar hammasidan bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari bu yerda mana bunday apelsinlar bor ekan. Aka, apelsinlar narxlari 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. Xohlasalar limonlar ham bor ekan. Bularimiz Bular 250 ming so'm. 250 ming so'mdan. Palmalarchi aka? Palmalar 600 mingdan 1 milliongacha holatiga qarab. 600 ming so'mdan 1 million so'mgacha. Mana bu spiral archalarimiz Spiral archalar 500 ming so'mdan holatiga qarab 500 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha bor ekan. Bundan tashqari mana bu archani qaranglar, juda ham birinchi marta ko'ryapman. Noyobidan ekan. Xuddi plastmassaga o'xshaydi. Aka, bunimizni nomi? Nomi koreyskiy pixta deyiladi. Qayerdan keltirilgan? Bu Polshadan keltirilgan. Polshadan keltirilgan. Narxi Narxi 130 dollardan. 130 dollar. Xohlasalar bu yerda Goluboy yel dedingizmi aka bularni? Goluboy yel. Goluboy yel. Bularimiz qanchadan aka? Bular 100 dollardan. Yoshi 6 yoshda. Aha. 100 dollar. 100 dollar. Bo'yi 130 sm atrofida. Ha, tushunarli. Bularimiz-chi, mana lavanda dedingizmi? Bu Grandiflora Magnolia deyiladi. Magnolia. Ha. Narxi 250 dollar. 250 dollar originali, xohlasalar ne originali ham bor ekan. Bularimiz-chi aka? Bularda aytib o'tdik 100 dollardan. 100 dollardan. Yo'q, yangi video ketyapti. O'shanga yana tars etkizib boshqatdan bosaveramiz. Bularimiz aka? Bular tuya vostochniy, sharqlangan. Narxlari 80 ming so'm atrofida. 80 ming so'm. Sasnalarchi? Sasnalarimiz 4 yoshda. Aha. Bu narxlari 400 ming so'm. 400 ming so'mdan kelaverasizlar. Xohlasalar mana bunday shirin hid chiqaradigan o'simliklar ham bor ekan. Aka, bunimiz nima deb nomlanadi? Bu timyan, Yaponiyaning o'simligi. Aha, narxi. Nihoyatda hidi shirin. Oh, narxi. Narxi 70 ming so'm atrofida. 70 ming so'mdan. Buni nomi nima deyapsiz? Bu lavanda. Lavanda, aha. Bular 2 yoshlik. Narxi 120 ming so'm. 120 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'lyapti. Kimga shunaqangi archa, o'simlik, tashqari daraxtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, har xillari bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.